Bir ma'arif to'lqini mana mushundoq qo'zg'atiladi. İnsan dötlükünün küçünü hergizmi kichik sanamanglar. Robert Heinlein. G'arblik do'stlarining qo'li orqali Sovetlar ittifoqiga hadiya qilingandan keyin Polsha yana bir qatim Rossiya markazlik sistemalik kultur qatliamiga duch keldi. Kommunistik tuzum ostida ma'arifning barliq bosqichlari rasmiy ideologiyalik bir tashviqot ziminiga aylandi. Bu ish dastlabida bir ma'arif safarbarlik siyoqida edi. Urushdan keyingi Polshada savadsizlar soni millionlarga yetgan edi. Savadsizlikni tugatib, yuqori saviyalik ma'arifning keng xalq ommasiga yeyilish uchun umumyuzlik safarbarlik qo'zg'atildi. Hokimiyatning bu safarbarlikdan kutayotgan asosiy g'arzi to'liq farqli edi. 19 asrning oxirida Polsha jamiyatida yildiz tortishga boshlagan organik xizmat mustamlikchilikka unumli qarshi turgan edi. Xalq orasida kuchlik nüfuzga ega ziyolilar qatlamini vujudga keltirgan edi. Bu qatlam Char Rossiya va Germanlarga o'xshash Sovetlarga nisbatan xatarlik bir qatlam edi. Hokimiyat yiroq kelgusida xalqni bu qatlamning nüfuzidan qutuldirish uchun ma'arifni barliq qatlamlarga kengaytirish kerak deb o'ylaydi. Mushundoq qilganda ilgirki chaqlarda tanlangan bir guruhning qo'lida bo'lib kelgan rasmiy vazifalar xalqning orasiga yayilgan bo'ladi. Urushdan keyingi yillarda polshaliklar bu qadamni qizg'in qarshi oldi. Aslida bu yillar bir tarafdan yer bilan yakson bo'lib ketgan bir davlatning qaytadan qurilishi bilan o'tmoqda edi. Shunga dastlabda ishning qayerga boradiganligiga bak diqqat qilib ketadiganlar chiqmadi. Yoki chiqqan bo'lsa-mu, ijtimoiy sohada buning degandek kuchli ta'siri ko'rilmadi. Lekin Sovet markaziy hukumatı bu yillarni bekor o'tkazmayotdi. Bir tarafdan Polsha tarixini marksizmchi nuqtai nazar bo'yicha qaytadan yozib chiqqan bo'lsa, yana bir tarafdan rus tili va Stalin ta'limotlariga o'xshash polshaliklar qat'iy yaxshi ko'rmaydigan narsalarni ma'arif safarbarligi nomi ostida Polsha xalqiga umumyuzlik tashviq qilmoqda edi. Qisqasi, davlatning ma'arif sistemasida yana bir tug'ilish e'lon qilinmoqda edi. Xalqning bu ma'arif sistemasiga qarta yillar bo'yicha yig'ilgan noroziligi 1953-yili Stalinning o'limi bilan boshlangan. Muzlarning erishi mezgilida Roshan gavdalandi va 1956-yili Stalinizmga qarshi keng ko'lamli namoyishlarga aylandi. Hukumat bu norozilik oldida bir qator islohotlarni elib berishga majbur bo'ldi. Bu jarayonda diniy ma'rif ota-onalarning istigiga bog'liq holatda qaytadan boshlangan edi. Ammo bu yaxshi kunlar yana uzoqqa bormadi. 1961-yilga kelganda ma'rif sistemalarining taraqqiy qildirilishiga doir bir qonun bilan Stalin davridagi ma'rif qaytadan bosh ko'tardi. Kommunizmning yemirilishigacha davomlashgan bu qonun ma'arifga faqat davlatning bir funksiyasi deb aniqlanib beradi va xarakteri loyiq deb bekitilgan edi. Ma'arifning muddaosi bo'lsa, ishchilarni sotsialistik davlat qurishga tayyorlashdan iborat edi. Bu maqsadga uyg'un holda ma'arif sistemasi sanoat uchun ishchilarni tayyorlaydi. Polsha Xalq Cumhuriyeti puhralarga yarashadigan harakatlarni rivojlantiradi. Emgakchi sinfga doir qimmat qarashlarni har tarafga yeyib, emgakka va milliy qimmat qarashlarga hurmat qilishni singdiradi. Buning bilan birlikda davlatning kuchli nazorati ostida bo'lish sharti bilan diniy organlarmi maktablarni ocha oladi. Cherkov ayrim bir ma'arif to'g'ri shakllantira oladi. 1961-yildagi qattiq oldin olish tadbirlari orasida boshlang'ich ma'arifning 8 yilga chiqarilishi bor edi. 1973-yili hokimiyat buni ma'oz ko'rib, majburiy ma'arifni 10 yilga chiqarishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, unumga erisha olmadi.
Немелі болмасын, дөләт өлчәмлік пұхра етіштіріш жәһәтті ішini пұрсәткі ташлап қойышыны қалымайды. Yaş nüfus qatlamını kişilik xarakterleri yetildiğen mezgilde qo'ldan kelishçe öz nişanıga layık şekilde şekillendirishga tirishadi. Universitetlarga kelsak, ularmı umumyüzlük dövlətning tizgini ostida edi. Ve başlangıç ve o'tir maktablarga o'xshash rasmiy ideologiyalar singdiriladigan makonlarning rolini o'ynamoqda edi. Dövlət akademik hayotga o'zi bilgancha aralasha oladi. Ve her türlü kararlarını xalığanca çıqara alaydı. Barlıq oqutquchilar qo'shuni dövlət kadri edi. Ve diktator bir dövlətning kadrlarına yürgüzüdüğün şartlar bilen vazifəyə tayinlanatdi ve zor tepilganda vazifəsindən elib taşlanatdi. Bir oqutquchi bo'libmi bir universitet rahbari uchun akademik salohiyatdan burun talab qilinadigan shart siyosiy qobiliyat edi. Yani kelib dövlətning har qaysi organları tərəfindən gözlənildigan və çekit qoyub qoyulğanlar faqat oqutquchilardan ibaret emas edi. Oquvchilarmı siyasi qarashlarga asosan izchil nazorat qilinadi. Amanlıq tekshirish natijasida gumonliq chiqib qolgan yoshlar universitetga tizimlata olmaydi. Tizimlatgandan keyin chataq fikrlarga agashgan va rasmiy ideologiya ravo ko'rmaydigan faoliyatlarga ishtirok qilgan o'quvchilar bo'lsa, universitetda o'qishni davomlashtira olmaydi. Keyingi chog'larda o'quvchi, o'qituvchi va emgakchilar hamkorligi soyasida yillarcha davomlashgan namoyishlar va hukumat bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 1982 yili ijro qilinishga boshlagan oliy ma'arif qonuni bilan akademik erkinlikka bir oz maydon ochilgan bo'lsa-mu, bu huquqlar elinganida universitetlardagi o'qituvchilar allaqachon tizimga ilinib bo'lgan edi. Başlangıçtan universitetgacha bo'lgan ta'lim-tarbiyaning barliq bosqichlarida davlat diqqatni markazlashtirgan nuqtalarning biri tarix edi. Rasmiy ideologiya Polsha yoshlarini tartibga solish uchun tarixni yangiboshdan yozib chiqdi. Bu jarayonda ba'zi kishilar faqat yashamagandek, ba'zi voqealar faqatla yuz berib boqmagandek hisoblanib, tarixdan butunlay chiqarib tashlandi. Bir qism hodisalar, bo'libmi yaqin tarixga aloqador voqealar qandoq yuz bergan bo'lsa, shu peti emas, qandoq bo'lishi kerak bo'lsa, shundoq yozildi. Masalan, 1919-1939 yillar orasida Polshada hukmron siyosiy kuch sifatida kommunist partiya bor edi. Natsist ishg'oli asnosida millionlarcha polshalikni germanlarga qarshi tashkillagan surgun hukumati, yer osti davlati, yer osti armiyasiga o'xshash organlar faqat bo'lib boqmagan. Uning o'rniga germanlarga qarshi faqat kommunistlarla urush qilgan edi. Albatta, Polshaning ozod qilguvchisi kommunistlar va ularning xo'jayini bo'lgan ruslardan boshqasi emas edi. Tarix bilan birlikda adabiyotmi boshdan tortibla rasmiy ideologiyaning qurbonlari orasiga kirdi. Polsha adabiyotining sarkizotlari bilan birga Ikkinchi dunyo urushidan keyin surgun qilingan yozuvchi shoirlarmi cheklimining ichida edi. Va ular faqatli yashamagan edi. Ularning asarlari o'qilmaydi, ismlari tilga ilinmaydi. Adabiyotning polshaliklarni birlashtiradigan va harakatga keltiradigan eng muhim kuch ekanligini davlat biladi va xalqni bu yolg'ondan imkoniyatning yetishicha yiroq tutishni xohlaydi. Nimishqidir butkul bu besimlar, cheklamalar va ideologiya singdirishlarning to'g'ri taxmin qilg'ili bo'lmagan ta'sirlari ko'rilgan va bu ta'sirlar vaqtning o'tishi bilan jo'g'linib, taqobil turg'ili bo'lmaydigan bir ijtimoiy norozilikqa aylangan edi. Hammadan avval chekit qo'yilgan, chatga qiqilgan o'qituvchi-o'quvchilar barg'ansiri ko'payib, kundan kunga kuchayayotgan bir o'qituvchilar eqini shakllantirishga boshlagan edi. Davlat har bir puhrani chatga qaqqanida o'ziga bir dushman topgan bo'ladi. Rasmiy tarix bo'lsa, o'ttir maktablardan tortibla o'quvchilarning masxar temasiga aylangan edi.
darslik kitoblarda yozilganlar va maktablarda o'rgatilgan narsalar hech kimni ishondira olmaslik bilan qolmasdan, aksicha kishilarning to'g'risini o'rganish orzusini g'idiqlaydi. Vaqtning o'tishi bilan bu ahvol dehqonlar maktablaridan tortib universitetlargacha bo'lgan hamma yerda barliq o'quvchilarni ta'sir ostiga elib olgan bir xil tarix ochliqiga aylandi. Bu masaladami davlat tashlagan har bir qadami tarqatmoqchi bo'lgan har bir yolg'oni bilan o'zini yalamaydigan bir o'tni ulg'aytgan bo'ladi. Bu ahvol qilch farqsiz holda adabiyot sohasida ko'rildi. Kishilar o'z orasidan yetishib chiqqan dunyoviy zotlari milliy qahramonlarning o'z kultur meroslarining o'zlariga berilmasligiga g'azablanmoqda edi. Yana bir tarafda bu g'azabga yondosh qiziqish omilimi bor edi. Bu tuyg'umi vaqtning o'tishi bilan qanoatni bilmaydigan bir xil tashnalikqa aylandi. Shu nuqtaga berib yetdiki, 1980-yilning avgust oyida Lenin kimsozlik zavodiga to'plangan ishchilar Mitski Evishning 150 yil burungi she'rlarini anglab yig'ladi. Rasmiy ideologiya bu yerda mag'lub bo'ldi. Adabiyot san'atdan eng yiroq deb qaralgan qatlamlardami tili intayin ig'ir adabiy tekstlarni tushunish, badiiyliklarni anqirish ishtiyoqini uyg'otadi. Yuqorqilarning natijasida xalq orasida kunsiri umumlashayotgan talablar tarix va adabiyotni markaz qilgan kitob talabini vujudga chiqardi. Polshaliklar qonunsiz nashriyatchilik masalasida allaqachon kasbiyalashgan Gestapo yoki kommunistik partiya jasuslarining burnining ostida hech kimga to'ydirmasdan matbaalarni ishlatgudek mahoratga ega bo'lgan edi. Bu jarayonda mashq o'yinlari bilan tozliq ishlarida ishlatiladigan moddalarni aralashtirib, siyoh ishlab chiqarishchi bo'lgan nihoyat ko'p narsalarni ijod qilgan bir millat edi. Yer ostidagi bosmaxonalar yana rolini joriy qildirishga boshladi va o'z tarixiy va kulturga tashna bir millatning ussizligini qondirishga tirishdi. Lekin talab shunchalik kuchli ediki, ba'zida nihoyat ko'p tirajliq asarlarmi bir qancha soat ichida tugab ketadi. Davlat mushundoq qilish orqali faqat xohlamasimi umumyuzlik ma'arif safarbarligining piltisiga o't yoqqan bo'ladi.